Ilohim yaxshi bo'lib yursin. Duoda ko'pchilik. Bizga ham chiroyli duo qilib bering, ham duoingiz olaylik ilohim. Chiroyli qilib. Haq, nur duo. Keling. Hozir biz Otabek ham qildi. Keling, siz chiqing chiqaning. Ilohim. Ilohim tan sihatingni, xotirjamligini bersin. Allohim hammamizni o'z panohida asrasin. Amin. Masha safardagilarning safarlari bexatar bo'lsin. Eson-omon oilasini bag'riga kelsin, topganlarga Alloh baraka bersin. Sizlarga ham tanjonlaringiz sog' salomat bo'lsin. Anvar akani ham tanjonlari sog' bo'lsin ilohim. Bolalarga bosh bo'lib katta hojilarga borishlikni nasib qilsin. Ilohim. Alloh akbar. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana rahmat, Xudo xolasa. Otabek akam bilan ko'rishdik. Rahmat. Doim shatta bilan ko'rishib turibmiz. Endi hali ancha o'tib ketgan ko'rishmaganmiz. Xudo xolasa choy zo'r chiqibdi. Zo'r damlabsiz. Ko'rgazma gap chiqdi. Otabek akamga gapiraverib, yo'q, to'g'on qurib oldim, narsa ichib olaymi? Barabir chekka choy boshcha bo'ladi. Maza qilib, tabiat qo'yinda ichasizlar. Shaharda yurganlari boshqa, lekin tinch joyda yurgan gashti bor. Keltirir dunyoga nima ko'rdim onajon, jonni tutib jafoga nima ko'rdim otajon. Farzand bo'lib silkinib yerda yayrab yurmadim, mehringizga intilib oyog'imda turmadim. Farzand bo'lib silkinib yerda yayrab yurmadim, mehringizga intilib oyog'imda yurmadim, oyog'imda turmadim. Otalarni oridan judo qilma Xudoyim, farzand bersang mehrga gado qilma Xudoyim. Onalarni oridan judo qilma Xudoyim, farzand bersang mehrga gado qilma Xudoyim. Mana Otabek akam o'zlarini hozir iloji yo'q bo'lsa ham tortish, chunki hozir to'rga janoza, shu bilan Otabek akam vaqtli bo'lmay qoladi. Otabek akam mana shu ko'rib turgan insonlarga dardli gaplaringiz bo'lsa, amin. Qilgan insonlarga rozi bo'linglar. Xudo jannat qilsin. Hammalarga rahmat. Otabek aka nechida o'tdi hozirdan? 9ga bormoqda. 8ga Kilason o'tdi. Endi hurmatli obunachilar, haqlariga duo qilinglar Otabek akam, chunki bu videoni chiqarmasa bo'lar, chunki xalq bilishi kerak bu oilani, Otabek akam, Ozoda opani butun xalq taniydi. Shuncha odam, qasi 500 ta odam kommentariyada shifo tilab yozganda, lekin baribir shu bugunga Ozoda opani berib qo'ydik. Asos siz erkak kishi ayolidan rozi bo'lsa, Xudo xohlasa jannat deganda. Xudo xohlasa siz Ozoda opamdan janoza paytida men roziman deb qo'ysangiz, xalq ichida hal qilsa, Xudo xohlasa siz ham qachondirki vafot etib shu jannatlarda Xudo xohlasa baribir bir kun ko'rishasizlar. Albatta ko'rishasizlar Xudo xohlasa. Otabek va kumush qissasi shu bilan hurmatli obunachilar o'z nihoyasiga yetdi. Bu qissani boshlanishi ham oxiri ham go'zal bo'ldi. O'lim asli go'zaldir. Parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar. Chiroyli bo'lmaganda payg'ambarlar ham vafot etmasdi. O'limda
hammamiz boshimizda bor. Otabek akanga sabr tilayozganlarga mana shuncha odam yozyapti hozir. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rossiyada ko'rib turganlar ham sog' bo'linglar. Mana shu kartadan Sberbanklari bor. Hozir aksiyadagi o'zbek kartalari bilan Sberbanklarni qo'yib qo'yaman. Ehson qilsalar, chunki Ehson bu yerda ishlaydi. To'g'rimi Otabek? Hali ko'p naqalari bor. Kim ehson qilmoqchi bo'lsa, shu ehsonni qilib qo'yinglar. Sberbanki ham bor, Otabek ham o'ziniki. Xudo xolasa tushib turadi. Rahmat. Alhamdulillah. Duo qilinglar. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Biz oziz bandamiz, mana qo'limizdan kelgancha harakat qildik. 5 yil bo'lsa ham mazza qilib yashadik. Endi ular aytgan shu ekan. Bugun chindan ekan, hozir janozasi. Uzoq chiqadi. Qabristonga? Tepa chiqarish shunday yonmasam top bo'lsa bo'ladimi? Hech vaqt shunaqa bo'lyapti. Ochilsa deymanda. Suv ochib ko'ringlar-chi, ochiladi. Endi sug'urib ashib Ko'tariladi. eshikdan sovuqda pastga tushsak bo'laveradimi deyman. Ha, yonga ochiladi o'sha. Ashib tushgan shuni ko'taramiz eshikdan sovuq. Sib qoladimi? Yonga ikkita eshik ochiladi. Ha. Ochiladi, ichkariga ochiladi. Makanda qo'yib sovuqda olib tursa nima Shunaqa qilaylik debman men. Yozuvani u naryoqda oshib bor ekan. Ochib tursa ham o'shani qo'yib olib yopib qo'ysa bo'laveradi. Qana ko'tarib ko'ylashmab qoldi. Buni olib qo'yaveraylikmi? Keyin o'rab qo'yamiz. O'sha sirasi o'rab qo'yiladi-da. Ko'tarib tepaga chiqib beramiz. Bunasi makanda qo'ysa eshikka keladi. Ko'tarilar ekan-da. Qo'yib ko'raylik. Anga shu tepib otsam keyif qiladi shu kishiga. Keyif qiladi tam daqsi. Unda bo'lmaydi. Malika qo'yib olib chiqish kerak. Ashita tursa ashitga qo'yib qo'yib yuboramiz. Ko'tarib tursak bo'lmaydi. Ko'tarib turib, Ko'tarib. ashitadan ochib qo'ysalar ham yoqib yuborib ko'tarib. Oshnashaqmi? Hadi oturuyorlar qarang. Bor ekan. Bosh ochar ekan. Oldin boshi ochib ashni qo'yamiz. Yo'q bo'lsa maydan chiqadi. Hozir opamiz so'nggi manzilga ketyapmiz.